Namjoonning sahna nomlarini boshqa foydalanuvchilar o'z postlarida clickbait va e'tibor jalb qilish uchun ishlatishardi. Hatto Yoongi ham Namjoon kompaniyaga qo'shilishidan oldin uni bilganini aytgan. Namjoon o'sha paytlarda underground rap sahnasida yaxshi tanilgan edi. Odamlar unga qarshi chiqishdan cho'chishardi. Yoongi Namjoon bilan ilk uchrashuv haqida taassurotlarini aytib bergan. U Namjoonning musiqalarini tinglaganini va chiqishlarini ko'rganini, bularning hammasi Big Hitga kelishidan oldin bo'lganini aytadi. Shuningdek, yoshlik paytida doim nima bo'lganda ham men undan yaxshiroq bo'lishim kerak deb o'ziga gapirganini ham eslab o'tadi. Namjoon Big Hitga qo'shilishidan oldin ham undergrounddagi obro'-e'tibori sababli o'z muxlislariga ega edi. Odamlar esa u bilan bellashib, undan ranjish yoki xor bo'lishdan qo'rqishardi. O'sha paytda Namjoon atigi 15 yoshda edi, lekin u allaqachon o'z ta'siriga va mashhurligiga ega bo'lib ulgurgandi. Namjoon katta yoshli a'zo emas, hatto V va Jimindan 1 yosh katta edi. Atigi 19 yoshida u 6 ta yigitning orzularini va bankrotlik yoqasida turgan kompaniya umidini yelkasida ko'targan edi. Debyut davrida yigitlar unga chet ellik muxlislarining yozgan kommentariyalarini tarjima qilib berishini so'rashdi. Namjoon esa ularning kayfiyati tushmasligi uchun faqat yaxshi gaplarni tarjima qilib berar edi. O'sha davrlarda u lider sifatida matbuot, hamkasblar va haterlar tomonidan BTSni kamsitish, tanqid qilish kabi zarbalarni o'ziga olar edi. U barcha kommentlarni o'qib hammasini tushunar, ammo hammasini o'z ichida boshdan kechirar edi. U atigi 19 yoshda edi, ammo u shunday ulkan bosimni ko'tarishga majbur bo'lgan. Namjoon sahna va studiyadan tashqari adabiyot va kitob o'qishni juda yaxshi ko'radi. Turli janrlardagi kitoblarni mutolaa qilib, ko'pincha ulardan o'rgangan fikrlari va iqtiboslarini intervyu va yozgan qo'shiqlariga singdiradi. Namjoon tavsiya qilgan kitoblarni o'qish bir madaniyatga aylangan, chunki u baham ko'rgan asarlar ko'pincha chuqur ma'no va falsafaga ega bo'ladi. Namjoon tabiat qo'ynida hordiq chiqarishni, bog'larda sayr qilishni, velosipedda shaharning tinch joylarini aylanishni xush ko'radi. Namjoon turli muzey va galereyalarga borishni, rassomlarning asarlarini tomosha qilishni yaxshi ko'radi. U dunyo bo'ylab gastrollar davomida bo'sh vaqt topildimi, albatta mahalliy san'at muzeylariga yo'l oladi. Namjoon shunchaki tomoshabin emas, balki san'at asarlarining kolleksioneri hamdir. Uning shaxsiy kolleksiyasida taniqli zamonaviy rassomlarning kartinalari va haykaltaroshlik ishlari mavjud. Namjoon doim yangi narsalarni o'rganishga qiziqadi va hech qachon bilim olishdan charchamaydi. Guruh ichida ham, tashqarisida ham mantiqan fikrlay olishi va liderlik qobiliyati uchun hurmat qozongan. Namjoon hayotga doimo realistik yondashadi. U o'tmishni inkor qilma, undan saboq ol va o'zingning hozirgi versiyangni yaxshiroq qil deydi. Ya'ni u butunlay boshqa odam bo'lish emas, balki avvalgi o'zingni asta-sekin yaxshilash tarafdori. U xatolarni o'zini ayblash uchun emas, balki qanday rivojlanish va o'zingni qanday qurish kerakligini anglash uchun saboq sifatida qabul qiladi. U bugunga ishongan, hozirgi imkoniyatlar va mehnat orqali kelajakni qurish mumkin deb hisoblaydi. U kelajakka real qaraydi, ya'ni havoyi orzular emas, fakt va imkoniyatlarga asoslanadi. Gaplarida va musiqasida haqiqatni aytadi. Odamlarni yolg'on illyuziyalar bilan ovutmaydi. Shuningdek, u oddiy narsalardan ham ilhom va kuch topadi. Kichik voqealar, tabiat, odamlarning samimiyligi u uchun qadrli. BTS Garmonlar urushi nomli qo'shiqni chiqarganida darhol ularni mizoginiyada ayblashdi. Namjoon ushbu qo'shiq mualliflaridan biri bo'lgan va asosiy tanqidlar unga qaratilgan. Kompaniya rasmiy bayonot bilan uzr so'ragan. Namjoon ham jim qolmagan. Namjoon gapirib, keyin unutib yuboradigan odam emas. Hozirga qadar ham u bu mavzu bo'yicha o'zini o'qitishda davom etmoqda. Namjoon bu haqiqatdan ham o'z xatolarini anglab, ulardan saboq olib o'sgan va o'rgangan inson. U shunchaki uzr so'rab, keyin unutib yubormadi, balki o'z harakatlarini qayta ko'rib chiqdi. Ko'plab adabiyotlarni o'qiy boshladi va mutaxassislarga murojaat qildi. Uni bu muammo chin dildan tashvishga solgan edi va u yechim izlagan. 2 yil o'tib 21-asr qizlari nomli qo'shiq chiqdi. Namjoon ham qo'shiq matnini yozishda ishtirok etdi va bu asarda ayollarning kuchli bo'lishini qo'llab-quvvatlovchi mazmunni ifoda qildi. Haterlarning fikrlari Namjoon hayotida o'z aksini topgan. U o'sha paytlarda ko'pincha qora ko'zoynak taqib yurardi. U faqat albom konsepti sababli emas, balki u o'z ko'zlarini chiroyli emas, tashqi ko'rinishini esa idol uchun jozibador emas deb hisoblagani uchun. Shu sababli u tez-tez oldinda kichiklar yurishi kerak, chunki ular chiroyli va ularni ko'proq yaxshi ko'rishadi deb aytardi. Men xunuk ekanimni bilaman, shuning uchun doim kichiklarni oldimga qo'yaman. Men odamlar birinchi bo'lib meni ko'rishini xohlamayman, ammo oradan bir necha yil o'tgach Namjoon o'zini qabul qila boshladi. Hatto BTSda o'zini sevishga bag'ishlangan butun bir era ham mavjud.
Lider sifatida u nafaqat guruhini, balki armiyani ham himoya qiladi. U o'zini sevishni muxlislardan o'rgangan, chunki armiya doimo undagi ijobiy va go'zal tomonlarini ko'rgan. U hech qachon muxlislaridan hafsalasi pir bo'lmagan, doimo ularga ishongan. K-pop olamida bunday bo'lishi mumkin emas deyishardi, lekin u armiya bilan imkon qadar halol bo'lishni istadi. Namjoonni hech qachon armiyadan ko'ngli qolmagan. U doimo ularning qo'llab-quvvatlashiga ishonib kelgan. Qisqa qilib aytganimizda, biz atrofimizdagi yorug'likni ko'rganimizda, Namjoon bu yorug'likni bizning ichimizdan ko'rgan.